Rohil opa, skrining oxiriga tushganimda yo'ldosh pastda joylashgan deyishdi. Bu qanchalik xavfli deb Tillaboy va Nilufar jo'natibdilar. Xo'sh, Nilufar, agar skriningning oxiri deganda siz 24 haftalikni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, yo'ldoshni pastda joylashishi bu haftada haqiqatan ham sal xavfli. Qanchalik darajada joylashishiga bog'liq. Agar yo'ldoshingiz shekani og'zini yopib turibdi deyishgan bo'lsa, unda bilingki, aniq kesirva amaliyoti bajarishi mumkin. Agar yo'ldoshingiz hech bo'lmasa bachadan bo'ynidan 2 sm teparoqda bo'lsa, qo'rqmang, hali yana ko'tarilishi mumkin va to'rg'ingizgacha o'zingiz tug'ishingiz ehtimoli oshib boradi. Bunday holatlarda har safar o'ziga yoki skriningga borganingizda yo'ldoshni ko'tarilayotganligini yoki turganligini tekshirtirib turganingiz ma'qul. Avvalambor, agar yo'ldoshingiz matkani yuqori devorda joylashgan bo'lsa, tezroq tepaga ko'tariladi, pastki devorda joylashgan bo'lsa, sal sekinroq ko'tariladi. Lekin unda ham ko'tarilish bo'ladi. Shuning uchun albatta har safar borganingizda o'lchab turish esingizdan chiqmasin. Keyingi savol egasi kim bo'larkin? Kommentariyada savolingizni yozib qoldiring.